Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun 19-yanvar 2026-yil. Xudo xolasa biz Asht noyasi O'zbeojar qishlog'iga. Xudo xolasa serab kelganmiz hozir. Baga 4 ta konser qo'yiladi o'xshash akamiz 4 ta konser zakaz qilganlar. Avvalundan qo'yilyapti mana 18 talikdan 18 kublikdan maqsad. Avvalon. Xo'p. Zo'r firma. Hozirgi vaqtga ana shu trendga chiqyapti mana O'zbeojar qishlog'iga. Akamizning mashinalari mana. Shu uyga qo'yamiz. Taniganlar bo'lsa bitta like bosib kommentariyaga omad so'zini yozib qoldiramiz so'z bo'lmasa mana ko'ringlar O'zbeojar qishlog'ida. Xudo xolasa ustunovkani qilamiz. Ustunovkadan keyin yana bitta syomka qilib ko'rsataman. O'zingizlar bitta xudo xolasa o'z fikringlarni yozib qoldirasiz kommentariyada. Mana xudo xolasa vazni 33,5 kiloglik. Qutidagi vazni 36 kg. Eng zo'r xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli xizmatga kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Xudo xolasa biz doimo sizlar shu xizmatdamiz. Konditsioner, dastlabki ustunovkalar bilan qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Biz doimo sizlar shu xizmatdamiz aziz tomoshabinlar. Dastlabki ustunovkalari bor. Hamma firmasi bor. Qanaqa firmasi kerak bo'lsa sizlarga, misol Gremi, Artelmi, Avalonmi, hozir firmalar ko'payib ketgan, o'shaning hisobiga qanaqa firma desanglar, olib borib ustunovka qilib qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Biror bir xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Mana aziz tomoshabinlar, xudo xolasa konsertimizni ochib oldik. Yangi pachka mana ko'ryapsizlarmi? Xo'p, inverterni bu o'sha pastokda ham ishlaydi. Lekin sifati vahshiy dahshat 18 kubligi bu. Xudo xolasa ko'rishinglar mumkin mana. Dastlabki ustunovkalarini va hammasini qilib beramiz o'zimiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Boshqa joy bilan solishtirish uchun nimalarni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Videoni oxirida narx-navolarni aytamiz, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Mana oyoqchalarni ham tayyorladik hozir. Xudo xolasa boshlaymiz ustunovkalarni. Mana aziz tomoshabinlar, xudo xolasa ko'ryapsizlarmi? Kroshkalarni ham chotki qilib teshganmiz. Unaqa katta ham emas, kichkina ham emas, o'sha chotki qilib razmerda hozir mana qotiramiz nimalarini, oyoqlarini ko'rasizlar. Ichkalari ham ishda ketyapti. Hozir men tashqarida mana oyoqlarini qotirib, chiroyli qilib qo'yapmiz. Mana aziz tomoshabinlar, xudo xolasa tashqarilarni oyoqlarini qo'ydik, ichkalarini qo'yib chiqdik. Endi ana shu turbani hozir o'rab, chiroyli qilib bitta konsertlarni o'rnatib olsak, shu bilan marra bizniki. Avvalol inverterni bo'ladi, pastokka ham ishlayveradi aziz tomoshabinlar bu. 18 kubligidan zo'rdan bo'lyapti xudo xolasa. Mana aziz tomoshabinlar. Balandga chiqib qo'yib oldik. Xudo xolasa mana hozir ishlarni ulab, kabelni ulasak, shu bilan ishimiz ham birinchisi tugaydi. Keyin ikkinchisiga o'tamiz. Mana aziz tomoshabinlar, xudo xolasa birinchisini qo'ydik, konditsionerni ko'ringlar. Ishlashlari texa, mana ovozlari umuman past ovozda. Xudo xolasa birinchisini qo'yib bo'ldik. Xudo xolasa endi hozir ikkinchisini qo'yamiz. Bu shu uyga yana akamizning uyiga yana bitta. Ko'ringlar mana ustunovkalar chotki, umuman tashqaridan qaraganda turbalari ko'rinib, osilib, salinib yotmaydi bu. Gilanib kelgan turbalar. Shu ish sifatiga ham qaraylar. Bir xilda hozir ish sifati unga qaramaydi, netmaydi, ketmaydi deydi. Lekin mana turbalar ko'rinmaydi, chiroyli sifat. Xudo xolasa ichkarini ko'rsataman hozir. Mana aziz tomoshabinlar, xudo xolasa o'rnatib bo'ldik. Hozir issiq temperatura haydayapti. Pastokda ham ishlaydi, o'sha inverterdan bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Chiroyli qilib qo'yib berdik mana hamma joyini. Mana aziz tomoshabinlar, o'sha bu ikkinchi uyimizga ustunovka bo'lyapti. Ko'ringlar, mana xudo xolasa yana o'sha joyga mana akamiz uylari nasib qilsin. Xudo xolasa mana chiroyli qilib ikkinchisini ham ustunovka qilib beramiz hozir. Usta Elyorbek bilan yana biz birga xudo xolasa kanalimizni kuzatib boringlar. Oxirigacha polni qanchaga tushganini aytamiz. Shu bitta konditsioner misol necha pulga tushishini aytamiz. Mana aziz tomoshabinlar, ko'ryapsizlarmi? Joylarni ham chiroyli qilib teshik qilib, o'rnatib, hammasini mana chiroyli qilib qo'yib beramiz. Pachka salafan. Hamma firmasi bor. Qanaqa firma kerak desanglar, hamma firmadan bor, xudo xolasa. Gremi, Avalonmi, Artelmi, Shivakimi, yangi chiqqan Xitoyskiy Fuji-Mujilami, hammasidan bor, o'ta. Zakazga qarab mana dastlabki ustunovka Asht noyasi bo'ylab, Adrazmon, Qoramozor, Qorajingil hamma joyga boramiz. Viloyat Sug'd viloyati bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Keyin buni hozir tashqarida ko'rsatamiz. Buni hozir ana shu mana turbasida havolari qoladi. Juda ko'p ustalar o'sha havoni tortmaydi. Xo'p, keyin o'sha issig'i yaxshi bermaydi, sovug'i yaxshi bermaydi. Ana shu havosini tortmaganning hisobiga gazga aralashib ketib, havo qolib ketadi ichida. O'shani biz havolargacha tortib, nasoslarda hammasini chiroyli qilib qo'yib beramiz. Mana aziz tomoshabinlar, ikkinchi konditsionerimizni ham xudo xolasa
Oyoqlarni o'rnatdik, hozir bunlarni chiqizamiz, xudo xolasa mana ko'ringlar. Bitta uyga o'sha ikkita konserv qo'yilyapti hozir 18 kublik Avalon firmadan. Mana ekan. Ichkarilarni ham sho'tki qilib zilentalar mana nima qilyapmiz. Hop, juda ko'pchilik ish sifati bu zilentida bo'lmaydi, unda bo'lmaydi, bunda bo'lmaydi. Ha, bunda bo'lmasa nimada bo'ladi? Men hayronman, do'stim. Negativchilar gazni bosinglar. Kim uyga mana shunaqa sifatli konservlarni qo'yish kerak bo'lsa, bemalol usta Elyorbekka aloqa chiqaverasizlar, ko'ryapsizlarmi? Cho'tki qilib uylarga olib borib, mana chiroyli qilib qo'yib beramiz. Mana aziz tomoshabinlar, ikkinchi konservimizni ham qo'yapti. Qo'yib oldik, xudo xolasa. Hozir mana gazlarni xotirlayapti, turbalarni. Xudo xolasa chiroyli qilib. Mana buni ham ko'rgan bo'lsanglar, ular turbalari ko'rinmaydi ko'zga. Umuman turbalarni orqaga jaylab berganmiz. Juda ham chiroyli bo'ldi, xudo xolasa. Ichkarilarni ham ko'rsatamiz yana qo'yilgandan keyin. Mana aziz tomoshabinlar, shu boya aytganimizdek mana nasos bor. O'sha spesialniy o'zi nasosi bo'ladi buni. Ichidagi o'sha turbaning ichida qolgan havolarni polni tortib oladi bu. Tortib olgandan keyin o'sha gaz ochib beriladi, o'sha gaz prямо yetib boradi. O'shanda issiq havoni ham zo'r haydaydi, sovug'ini ham. Nimaiki hozir turbani oddiy misol turbaning ichida havo qolib ketadi. Ana shu havoni tortib olib, qoidaviy qilib hammasini chiroyli qilib beramiz. Ko'ringlar, mana sifat kachisi birinchi o'rinda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ash nohiyasi bo'ylab, xudo xolasa, bu 18 kubligi, ya'ni adashtirib qo'ymaylar aziz tomoshabinlar. Ha? 54 kvadrati bemalol isitadi, sovutadi. Hop, ash nohiyasi bo'ylab, xudo xolasa, dastlabki uстановкасы ichida 6000 somondan qo'yib beramiz. 18 kubligi bu. 54 kvadratgacha bemalol isitadi, sovutadi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, ekrandagi nomerlarga. Mana arzonroq variantlar ham bor. O'sha katta bo'lgani uchun 18 kublik bo'lgani uchun 6000 somon dastlabki uстановкасы ichida ash nohiyasi bo'ylab. Hop, yana qanchadan qanchagacha boshlanadi o'tda? Eng arzon 3000 somondan boshlanadi, mana. Baqa ketaveradi keyin. 12 kubliklar bu, 18 kub adashtirib qo'ymaylar yana. Erta telefon qilib, unaqa ekan, bunaqa ekan demaylar aziz tomoshabinlar mana. Hozir bu 18 kub 54 kvadrati bemalol spokойно isitadi, sovutadi. Buni narxi 6000 somon, dastlabki uстановкасы ichida. Eng arzoni 3000 somondan boshlanadi, yana o'sha sifatiga qarab, firmasiga qarab narxlar o'zgaraveradi.